شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetlik qarindoshlarimiz, biz ilgirki derslerimizde Sure Bakara'nın 1, 2, 3, 4 ayetlerinin tefsirini okup ötkendik. Bugünkü dersimizde Sure Bakara'nın 5. ayetinin tefsirisini okup ötümüz. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İlgirki derslerimizde Allah subhanahu ve taala Sure Bakara'nı Elif Lam Mim'den ibaret möcüzlük sözlen başlagandan keyin tunca tilga ağını tunca bizge qilgan xitobi Qur'oni Karimni ko'rsatgan. Qur'oni Karimga ishorat qilib turib, bu haqiqatan buyuk bir kitobdir. Bu katta bir kitob, bu mukammal bir kitob degan shaklda ifodalagan. Ondan keyin bu kitobda hech qanday shak shubhining yo'qligi va muttaqillar uchun haq yo'lni tanlaganlar uchun, hidoyatni tanlaganlar uchun hidoyat bo'lganligini tilg'alib, Qur'onning unda hamma odamga nisb bo'lavermaydiganligi, hamma odam Qur'onga haqliq bo'lavermaydiganligi, balki Qur'onga haqliq bo'lishninki ma'lum shart va sifatlar bo'lganligini deb o'tib, shu sifatlarning ichidan birinchisini yu'minuna bil g'oyib, g'ayb kishinidir. Bu haqdagi mazmunlarni so'zlab o'tdik. Ikkinchi sifatda namoz o'qiydi, ya'ni o'z namozni o'zining hayot mezoni qiladi. Yani namaz okumak demek, hayatında namazı üzlüksüz devam kılmak demek, özünü Allah bilen devam bağlap durdu diye asasda ikinci şartını bayan kılgan. Üçüncü şartta onun birilgen bütün imkaniyetini özü ve Müslümanlar için, cemiyeti için sarf kılıdı. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ondan ikincisi Peygamber Aleyhisselam'a ve ondan ilgirki peygamberlerge düşürülgen kitaplara iman eytidu. En ahırda ahiret işencisi var. Özünün kıvatkan her iş hareketide, her gep sözde, her muamelatıda kelgüsüdeki aldığı kep kılış ini koğan, şu hisavatını göz aldıdan ketküzmeydi. Şu hisavat onundan ketmeydi. Her işi de şu kelgüsüdeki özünün kılan yaman işleri yaman şekilde, yaxşı işleri yaxşı şekilde birlediğin cezanı göz aldığı koyup durup kadem alıdı. Degan 5 sifatni tilga ilib o'tgandik. Endi shu 5 sifatli kishilar muttaqin dedi oldida. Bularga beriladigan yana bir oxirgi mukofot yoki bularning eng oxirgi bahasi bugun o'qimoqchi bo'lgan oyatda tilg'alindi. Ya'ni ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun. Ya'ni shular iborat mushu, biz iboratni tarjima qilgan vaqtimizda iborat shu. Shular Allah ötken 5 sıfat sahipleri. Şu 5 sıfatla sıfatlangan muttaqillar. Qur'onning hidoyatiga loyiq bo'lgan, haqli bo'lgan, Qur'onning hidoyatiga haqli bo'lgan. Qur'onning hidoyatiga salohiyat hozirlagan shu kishilar Allohdan bo'lgan, Robbidan bo'lgan hidoyat ustiga bo'ladi. Ulaika ala hudan min rabbihim. Robbidan bo'lgan, Robbidan kelgan hidoyat ustiga bo'ladi. Ala ma'runda hidoyatning ustida degan bo'ladi. Buning nima uchun alohida eskartilganligini sal turib so'zlaymiz. Undan keyin oyatning oxirida yana deyotdi va ulaika Allah qayta tilga elyotdi. Oldida tilg'ilingan ko'rsatish ifodasini yana qayta tilga elib, ana ashula shu kishilar
humul muflihun. Nijat tapıdığanlar, qutup qazındıqanlar şu uludu davatıdı. Endi qani bu oyatning ichiga nima mazmunlar, nima hikmatlar yo'shirungan biz Abturdan anglab baqayli. Abtur gapni ulaika degan so'zdan boshladi. Davatıdı Allah subhanahu va taolaning ulaika degan shu so'zi ilgirki 2 oyatda, 3-4 oyatda Allah bayon qilgan shu sifatlar tatbiqlanadigan kishilarga ishorat. Ya'ni bugun bayat mendep o'tgan 5 xil sifat tatbiqlanadigan odamlar, ular degani ashushular, halaqi g'ayb kishini deganlar. Hayotida namozni o'zining hayot mezoni qildiganlar. O'zga berilgan bütün imkoniyatlardan sarf qildiganlar. Bütün sana va ilgirki kitob, payg'ambarlarga tushirilgan kitoblarga ishini deganlar. Ahiretni cezim şekilde özünün ideya prinsipi qildiganlar. Yani ahiretga chin tutadigan. Yani aşu kishilarda shularni ko'rsatib. Yani bular nima desa, dal hidoyatga, yani iymonga boradigan yo'lga, nijotlikqa yetgan kishilardir deydi. Ulaika, mushu sifatlar tatbiqlangan shu odamlar iymonga yetalaydi. İman. Yani imanga yetay, hidoyat yetalaydi deganga, ala hudan min robbihim degani, Robbidan bo'lgan hidoyat ustiga degani to'g'ri yo'lga yetalaydi. Bu to'g'ri yo'l bizni imonga yetkazadi. Bu to'g'ri yo'l bizni nijotlikka yetkazadi. Bu hidoyatdan buyerdagi asosli maqsad nishon iymon maqsad. Yoki bu nijotlik iymondan tibki maqsad. Biz iman etishimizning tub sababi oxiratda dozaqdan qutlamizmiki, mangulik baxtli hayotga erishamizmiki degan shu nuqtani nishonlaqliq. Bu bizning asosiy nishonimiz. Ya'ni shu ishni qilganlar o'zining asosiy nishoniga yetalaydi. Dunyodagi iman etishning nishoni shu emasmi? Endi shu o'rinda ulaika ala hudan min robbihim va ulaikumul muflihun degan mush oyatning o'zida butun mazmunlar tilg'alangan bo'lib, bu oyat butun mazmunlarni o'z ichiga oladi. Oyatdan nijotlik, hidoyat, iymon, eng oxirgi nishon degandek ham mazmunlar mushning ichida bor. Ya'ni shular Robbidan bo'lgan bir hidoyat ustiga degani, bular iymon aytadi degan gap. Bular iymon aytganlar deb bo'lib ve ulaika humul muflihun ki ular aytgan iymonining asosiy nishoniga yetalaydi ular. Iymon aytishda nimani niyat qilgan bo'lsa, shuningga yetalaydi ular. Bu odamlarda mush mazmunlarning hammani o'z ichiga olgan bo'ladi. Endi sizlar diqqat qildinglar, bir oyatda ulaika degan iborat so'z ikki qatim qo'llanildi. Ya'ni ana ashula degan shaklda ikki qatim qo'l. Nimishqa Allah bu yerda ulaika degan so'zni ikki qatim qo'llandi. Bu Qur'oni Karimning balog'atining qatoridan so'zlaymiz buni hozir. Endi nima uchun ikki xabar o'zaro bir-biri bilan birikib ketdi? Ikki masala bu yerda. Shu sifatni o'zga tatbiqlaganlar Robbidan bir hidoyat ustiga bo'ladi. Bu bir xabar bizga bergan. Bu bir bayon jumla. Va ulaika humul muflihun. Ana shular haqiqiy nijot topadiganlar. Bu ikkinchi xabar. Yani ikki xabar o'zaro birikib bir siyaqda keldi, bir shaklda keldi. Nima uchun desa, biz iymonda, yani islomda ikki xil iymonning olmaydiganligini bu yerdan bilib olaymiz. Ya'ni mayli hu ala hudan min robbihim yoki muflihun olsun, ikki xil narsa olmaydi. Hammasi bir siyaqda bo'ladi. Iymon olsun shu, İslam olsun şu, hemmisi yukarı sifatini tatbiqlagan odamlarda shakllanadi. İki iman bo'lmaydi İslamda. Belki bir iman bo'lib, bizga beriladigan mukofot, jazo shu imonga ergashib, shu imonga asosan bo'ladi. Bu imonning vositasi to'g'ri yo'l. Allah bizga bergan Qur'on orqali bizga yetkazgan hidoyat bo'ladi. Bu imonning oxirgi nishoni nijotlik bo'ladi. Ahvol bu. İslamda bir iman var. Bu imanға bizni kim apırdı? Hidayet apırdı. Bu imanға bizni hidayet apırdı. Yani biz hidayet arqılı qeytimiz. Bu imandan bizden ahirət eşmək çoğunumuz neymi? Ahiretdeki nicatlık. Endi şu imanға ebaradığan hidayet. Bizden ahirət nişanımız nicatlık emas mı? Şu nicatlıqqa iman arqılı qeytimiz. Şu imanға hidayet arqılı qeytimiz. Şu hidayetke haqlı olgan kişiler kim o dese yuqorqi 5 sifatni o'ziga mujassamlagan kishilar. Hayotiga tatbiqlagan kishilar bu hidoyatga erishadigan kishilar
Hidayet arqılıq imanğa yetib barıdı, iman arqılıq nicatlıq yetib barıdı. Demek meydi ki, ala huden min Rabbihim. Rabbinin hidayetinin üstüge buludu. Onu nicat tapudu diyen gep iki mesele emas. Bir mesele. Avval hidayetga erişimiz, hidayet bizni iman kapırdı, iman bizni nicatlık kapırdı. Bir mesele bu, iki mesele emas. Eğer bizning nishonimizga yetkazadigan hidayetdan iborat taklifatlarga qaraydigan bo'lsak, masalan namoz o'qing deydi, zakat bering deydi. Mushlarning hammasiga nazar tashlasak, bu yerda Alloh subhanahu va taolaning to'g'ri yo'lda mangan odamni hidayetning ichiga emas, ustiga qo'yganligini ko'rib olamiz. Mush oyatdagi ifodami shu. Men bu oyatdan ala degan so'z üstü degan ifodalaydi dedim emasmi? Yani aşula Rabbidan bo'lgan hidayetning ustiga deb bir narsa ifoda olmaydi. Yani mu'minlar, hidayet egilari, to'g'ri yo'lda manganlar hidayetning ustida bo'ladi. Mush bir nuqtaga diqqat qilinglar. Yani ustida qo'ydi. Bu nima uchun bunday ifoda qo'llanildi bu o'rinda? Ala, yani ustida degan iborat qo'llanildi desa, bu yerda biz shuni bilishimiz kerakki, hidayet sizning hayotdagi turmush harakatingizni kishanlash uchun, sizni izish uchun keraklik, faqat sizning darajangizni ko'tarish uchun keraklik. Xuddi hidayet bizga xizmat qildirilgan narsadek, xuddi biz minayotgan otdek ustida o'tiramiz, bizni ne to'g'ri bo'lsa, bizga nima foydali bo'lsa, shu yerga iborati hidayet. Qandaqdir biz hidayetga qapsilib qolgan, kishanlangan kishilar emasdek bir masala bor. Buni biz turib oydinlashtiramiz bu masalani sal turib. Endi yuzaki insonlar, oddiy o'ylaydigan insonlar o'ylaydiki, hidayet hayotdagi insonning harakatini kishallab, uning naq havaslarga erishishdan cheklaydi. Mana o'ylaydi. Lekin amaliyotda hidayet insonning darajasini ko'tarib, zarardan saqlaydi, Allah'ın g'azabidan saqlaydi ve cemiyetning buzilishidan saqlaydi hidayet. Cemiyet buzulsa, tunji bo'lib, şu buzilishning dardini tortadigan odam, xafliqni tortadigan odam şu inson bo'ladi. Shuningga ma oyatda Alloh subhanahu va taolo qo'llangan ifoda ala huda, hidayet ustida, ya'ni insonning azizligi bu. Hidayet insanı aziz şekilde, erkin şekilde, insanga zarar yetkazmaydigan şekilde yapmaqadiganligini ifoda qiladi. Insonni bunu zulm qilgan şekilde, mecburlagan şekilde, midriyanmas, bundan chiqib ketemas şekilde emas. Bu yerdagi ala degan so'z ustunlikni ifodalaydi. Buni arabcha bilganlarning hammalaring bilasizlar. Mesela siz enta ala jud, mesela alal jawad, mesela yoki alal faras desa, sen atning ustida degan bo'ladi. Bu vaqtda siz atning ustiga mingan bo'lasiz. Xuddi bu yerdagi ifoda to'g'ri yo'lni topgan odam o'zini shu din yo'liga majburlab, dinni o'ziga yo'l qilgan vaqtida bu odam harommaydi. Bir narsaga bekib qolmaydi. Bu yerda qisilib qolmaydi, lekin u hidayetning ustiga chiqadi. Hidayet uni xuddi atqa o'xshash bir yaxshilikdan bir yaxshilikqa olib boradigan. Mushu yo'l uni shu yo'l istagan inson harommaydigan yerga olib boradigan bir holat shakllanadi. Ammo ozg'unlikning dal aksi bu. Ozg'unlikning aksiki insonni texmi tuan qatlamga olib boradi. Masalan, aramizda balkim hayotida nurg'un xato ishlarni qilib, keyin tavba qilgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Inson xatolashgan vaqtida insondagi bo'ladigan tuyg'u xuddi bir narsaning ichiga kirib qolib, u yerdan chiqolmayotgandek bir xil tuyg'u bo'ladi. Bir xatolik o'tkazding, u ikkinchisiga so'rab apadi, u xatolik yana biriga so'rab apadi, u xatolik yana biriga so'rab apadi. Shunda olab, sen xatoliklarning ichiga ketib ketgan bir xil kayfiyatda bo'lsa. Shunga xato ish qilayotganlarga bu haqda nasihat qilinsa, endi ketib ketdim, uzoq bo'ldi, chiqolmadim, tirishyaptim, tashlayaptim degandek bir xil iboralarni ishlatadi. Bu haqda masalan Qur'oni Karim zalolat ifodasi bilan, hidayet ifodasini qo'llangan vaqtida, yani to'g'ri yo'l ifodasi bilan, ozg'unlik ifodasini qo'llangan vaqtidagi ishlatgan ifodasiga qaranglar. Bir oyatda sura Sabaninki 24-oyatida va inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Hidayetmi yoki dalolatmi degan ifoda va oyatda qo'llangan so'z
Hidoyatda arab tilidagi ala so'zini ifodalaylik. Dalolatda fi so'zini ifodalaylik. Ala degan bir narsaning ustida turgan degan bo'ladi. Fi deganimiz bir narsaning ichiga kirib qolgan degan bo'ladi. Bu ifoda bizga shuni ifodalaydi-ki, hidoyatdagi odam erkin bo'ladi. Zararsiz bo'ladi. Ammo dalolatdagi odam bir narsaning ichiga kirib qolgan, onundan chiqolmayotgan bir xil kayfiyat tuyg'uludi uningda. Ya'ni bir xatolikdan keyin so'rilib kelgan, orqa-orqadan uni ishtirib, xatolikning tam o'ttirga uni akirib qo'ygan. U har qancha xatolikdan cheyinib chiqay desam, chiqolmayotgan bir xil kayfiyat bo'ladi. Shunga Qur'oni Karimda qo'llangan ifoda hidoyatda ala ustida degan ifoda qo'llansa, dalolatda fi, ya'ni ichida qapsilib qolgan degandek bir xil iborat bor. Mana siz bu yerda mush oyatning o'zida hidoyatdagi ustunlik, buyuklikni ifodalaydigan ifoda, dalolatdagi tuvanlik va tushib ketishni ifodalaydigan ifodani ko'rib turibsiz. Masalan, mush oyatda birisi ala, birisi nima fi. Demakki, hidoyatda ustunlik bo'ladi. Chunki bu yo'l, bu din yo'li, dinning ma'nosi sizning hayot harakatingizni ma'lum darajada qilib qilishi, ma'lum darajada ratlishi sizni azizlashtirish uchun, sizning buyuk qilish uchun, maqomingizni yuqori ko'tarish uchun bo'ladi. Qanaqdir siz bu yo'lni, bu shariatni insondan olmaysiz, insonning shariat olmaysiz. Balki o'zingizdan olmaysiz bir harakatni. Balki siz Allah subhanahu va taoladan topshirib olish uchun sizni yuqoridir. Ya'ni demak jo'g'ini sizning hayot harakatingizni siz o'zingizga o'xshash insonlarning buyrug'iga qarab turib, yoki o'zingiz o'ylab tepib turib mangmaysiz. Sizni yaratgan, sizni buyuk bo'lgan zotdan qabul qilasiz. Bu nuqtadan sizdan yuqori odam bo'lamdi. Allohdan bevosita qabul qilishdan yuqori odam bo'lamdi martaba jihatda. Haqqa agishib mengish, boshqalarga agishib mengish, insonning ta'limoti bilan mengish, bir odam o'zining hayotini insonga bag'ishlash bilan Allohdan elish o ta'limotni, Allohning buyrug'iga agishib mengish, Allohning yetaklashiga agishib mengishning o'rtada osmon zamin farq borki, siz insonga agashganingizda har inson bo'lgan bo'lasiz. Allohga agashganingizda siz bilan Allohning o'rtada hech bir to'solg'i parda bo'lmagan bo'ladi, sizning darajangiz yuqori bo'lgan bo'ladi. Mana bu buyuklik ma'lumini, uluvun kabir, ya'ni buyuklik bu. Lekin ozg'on vaqtingizda az ezish masalasida Qur'oni Karimdagi bayat qo'llangan ifodadek fi dalol, ya'ni fi degani bu yerda sizni qo'rshab turgan bir xil qapsilib qilish ifodasini ifodalaydi. Bu Qur'oni Karimda yana bir oyatda ozg'unlikni munosabatlarlik, xatolikni munosabatlarlik Allah. Ya'ni Sura Baqaraninki 81-oyatida bala man kasaba sayyi'atan, qanday odam bir yomon ishni birini qilsa va ahatat bihi xati'atuhu, buning xatoligi buni qo'rishib olsa degan iboratni ishlatilgan. Fa ulaika ashabun nar, bular do'zaxning sohiblaridir degan iboratda ahatat bihi xati'atuhu degan iboratni ishlatilgan. Ya'ni inson xatolashgan sari xatolikning tam o'ttirg'i kirib qoladi. Mana bu eng yuqori pallasi, u vaqtida chiqay debmi u yerdan chiqolmaydi. Qur'ondagi xatolikning ifodalari bu shaklda. To'g'ri yo'lning ifodalari u shaklda. Ya'ni oyatdagi ahatat bihi xati'atuhu degani, ya'ni xatoliklar uni qo'rishib oldi degani, u xatoliklardan chiqolmaydi. Chunki u xatolikka qapsilib qolgan. Madam xatolik uni qo'rishib oldi degan gap, u chiqish yo'li topolmaydi degan gap. Chunki u xatoliklar uni ching qilib olgan, tutib olgan. Madam xatolik uni ching tutib oldi, u faqat to'g'ri yo'lga yetib borolmaydi degan gap. Alloh subhanahu va taolo ulaika ala hudan min robbihim va ulaika humul muflihun deb mu'minlarning masalasini tilga olgan vaqtida bizning bugun o'qiyotgan oyatimiz shugo, qaysi so'zni tanladi bu o'rinda, ya'ni anglag'uchiga ma'noni yaqinlashtiradigan dunyoviy ifodasi va so'z bo'lgan alani ishlatdi. Ala odatda normalda bir narsaning ustiga chiqqan degan bo'ladi. Siz masalan otning ustida, uyning ustida masalan, ya bir narsaning ustida mush iboratni ishlatish orqali xuddi bizga bir narsani demakki, siz hidoyat tomonga vaqtda erkin bo'lasiz. Hech kim sizni qo'rishib olmaydi, hech kim sizni tutib olmaydi. Har zaman tanlash ixtiyorligingiz bo'ladi. Ammo bu bir buyukligini sizni ustiga ep mangadi. Siz aziz bo'lasiz. Erkin bo'lgan odam aziz bo'ladi. Ammo boshqalarning iskanizga tushib qolgan odam xor bo'ladi. Dal hidoyatda bu iboratni Alloh ishlatdi. Tamam, biz endi bu ala degan iboratdan o'tdik. Keldikki va ulayka humul muflihun degan iboratga kelaylik.
Ayetning 5'ida men tercüme qilgan vaqtimda va ulaika humul muflihunni ana ashula nijot topquchilar deb tercüme qildim. Muflihun degan so'z arab tilida falahdan chiqqan. Falah degan so'z bilan tomurdash so'z. Hem öyle bilimiz bizning namoz a'zolarimizda hayya alas salatdan keyin hayya alal falah deb iborat keladi, so'z keladi. Shu falah, shu muflihundagi muflihun bilan tomurdash, yıldızdash so'z hisoblanadi. Ana bu yerdagi ma'nosi nijotlik degan bo'ladi. Muflihun demak nijot topquchilar degan bo'ladi. Oyatning ma'nosi ana shu kishilar nijot topqanlar, humul muflihun deb qo'llandi Alloh. Endi muflihundagi shu falahning tag lug'at ma'nosiga berib boqaylik. Alloh nima uchun muflihun degan iboratni qo'llandi burun? Hozir aytgan ma'nimiz nijot topquchilar degan bo'ladi, to'g'ri. Ammo asli so'zning ma'nosi nima desam, falah asli ya'ni urug' silish uchun ko'lashni falah deyiladi. Hamilan dehqon yoki dehqonning bolalari hech bo'lmaganda dehqonchilikni tushunimiz, bilimiz, bak zamonimiz yaqin dehqonchiligi bizningki. Yerini urug' silish uchun nimada ko'lsak bir narsada ko'lash to'g'ri keladi. Ya katmanda, ya gurjakda, ya shunga o'xshash cho'ng mashinlarda ko'lab, ichiga urug'ni silib, tipsidan ko'mutimiz. Mush ya'ni ko'lganni falah deydi asli. Şunlaşqa arab tilida dehqonni fallah deb ataydi. Fallah degan nima? Dehqon, ya'ni qana qilib ko'lab, urug'ni silib, ko'mutadigan odamni dehqon deb ataydi. Undaganda muflihunning lug'at ma'nosi yagi urug'ni solg'uchi degan ma'noda ekan. Tamam, unda bo'lsa, Alloh nima uchun nijot topquchilar degan ma'noga yagi urug' sog'uvchilar degan lug'at ma'nosi shu bo'lgan so'zni tanlab ishlatadi. Bu yerdagi ifodasi nijot topquchilar degan bo'ladi. Ammo lug'at ma'nosini so'zning tigini, ko'kini surishti qilgan vaqtimizda yagi urug' sog'uvchilar degan bo'ladi. Nimda iymon etganlarni, yuqorqidek Robbining hidoyatiga noil bo'lganlarni, Qur'onning hidoyatiga haqli qo'yganlarni Alloh shu xil so'z bilan ta'riflaydi. Ya'ni shu nijotlik degan o'qimni yagi urug' sog'uvchi degan iborat bilan ifodalaydi desa, bu yerda bir narsa bor. Alloh subhanahu va taolo oxiratga nisbatan bu so'zni olib keldi. Ya'ni humul muflihun degani biz oxiratda nijot topadigan holatda emasmi? Shu oxiratga bu so'zni qo'llandi. Bu yerda bizga bir narsani dalil bilan depamoqchi bo'lganda qiladi Alloh. Dalil sifatida keltirilgandek, oxiratda qanday nijot topadi degandek bir o'qim. Ana bu yerda biz bilmaydigan g'aybiy ishlar bilan aniq pok bilan dalil keltirilgan g'aybiy ishlar o'rtasida farq bor. Din sizning hayotdagi uni qil, buni qilma degandek harakatingizni ma'lum darajada ritmlaydi, ratga soladi. Allohning manhaji bizga uni qil, buni qilma deyish uchun kelgan. Ko'pincha kishilar o'ylaydiki, Allohning bu xil manhaji mu'minning hayot harakatini kishanlaganlik, uningga ig'irlik sog'anlik. Chunki bu yo'l, bu din yo'li mu'minning harakat, yashash erkinligini elib, kishallab qo'ydi deb o'ylaydi. Alloh subhanahu va taolo sizga uni qilma degan vaqtida, bu kallasi oddiy kishilarning nazarida siz qilmoqchi bo'lgan narsangizni sizga Alloh tanlashtirib qo'ygandek. Bunda bo'ladi. Alloh sizga bir ishni qil degan vaqtida buning ma'nosi u odamning nazarida siz qilishni istamagan narsani sizga besim solgandek. Masalan, sizning zakot bergan vaqtda zakot berish shakl jihatda pul molning kamlab ketishi. Amaliyat bo'lsa barakat va o'sish hisoblanadi. Payg'ambar alayhisalom deydi, sadaqat molni kemlatmaydi. Bir hadisda mana qasat sadaqatun min mal. Mening ismimda qilishcha, yana bir hadisda mana qasa malun min sadaqa degandek iborat va lekin qanday shaklda bo'lsin, sadaqat, ya'ni zakat tufaylidan bir odamning iqtisodiy kamlab ketadigan ish bo'lmaydi. Bu hadisning oxirisida tarjima qilib o'taylig'in, bizga munosabatlik tarifi shu. Bir banda afu qilsa Alloh uningga azizlikni ziyoda qiladi. Hadisning 2-chi mazmuni. Hadisning 3-chi mazmunida qandoq odam Alloh uchun kam tursa Alloh uni ko'taradi. Bu 3 mazmun tilg'agan hadis, mazmunning 3 mazmuni o'ziga olgan hadis. Bu hadisning 1-chi mazmuni bizga maqsadlik yana. Bizga maqsad bo'lgan mazmun shu. Ya'ni zakat masalasiga kelsak, o'zimizning gapiga kelsak, zakat masalasi Alloh zakat ber degan vaqtda qarmoqqa
Şeytanның bizning qilimizni salgan xiyolida bizning pul melimiz kamlab ketyapti. Amaliyotda zakat berish pul malning barkati va pul malning o'sishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuni dedi. Endi Alloh subhanahu va taolo hayotda, turmushda sizning bir harakatingizni intizomlashtirib, uni qilma degan bo'lsa, siz o'ylamangki, bu sizga nisbatan bir qisish yoki sizni bu jihatda besim selish deb o'ylamang. Balki bu amaliyotda sizningki foydangiz uchun bo'ladi. Chunki Alloh zakat ber degan vaqtida sizni yolg'iz ber demaydi. Uni qilma degan vaqtda sizni yolg'iz burmaydi u yerda. Bu buyruq hammadan shu jamiyatdagi o'ylab boqing, zakatni hamma odam bersa, bir muncha pul bozorga chiqadi. Agar siz tijorat qilib qolsangiz, shu orqali rivojlanasiz. Buni sal qarmang. Sizdan bermaysiz zakatni, atrofingizda necha million odam beradi. Necha million odamninki, necha milliard pullardan, necha o'nlagan pullar ajratilib, kambag'allarninki, yo'qsizlarning qo'liga tushgan vaqtida u pul bozorga chiqadi. Ya'ni sizga qaytib keladi. Bu bir nuqta. Lekin bu yerdagi buyruq hammadan bo'ladi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'g'irlama dedi. Bir narsa o'g'irlasang, qulog'ini kesamiz dedi masalan. Buni sizga ham demadi. Butun insonlarga dedi. Amaliyotda mushu buyruqdan foydalanadigan siz, xuddi siz o'zingizning shaxsiy hissiyot bilan xalqning ko'zingizga chiroyli ko'ringan narsani o'g'irlab olasiz. Bu sizga foyda olgandek tuyuladi. Hammadan o'g'irlamay, siz ham o'g'irlasangiz, zada foyda oldingiz. Lekin o'g'irlash agar qo'yitilsa, o'g'irlama degan buyruq bo'lmasa edi, hammadan o'g'irlashda erkin bo'lsa edi, siz foydalanasiz, yatadigan siz bo'lasiz. O'g'irlama degan buyruq butun insonlarga qartilgan vaqtda foydalanadigan siz. Qanday foydalanasiz? Amaliyotda siz yolg'iz bir odamni boshqalarning melini o'g'irlashdan to'sib qo'ygandek, cheklab qo'ygandek qilgan bilan, masalan, siz o'g'irlasangiz bir kishiga o'g'irlaysiz. Ya'ni agar sizdan o'g'irlab dedim-ku, boshqalar o'g'irlamaydigan bo'lsa foydalandingiz, lekin o'g'irlash to'g'ri kelib qolsa, hammadan o'g'irlash kerak. O'g'irlamaslik kelgan buyruqmi? Hammadan kelgan buyruq. Agar hammadan o'g'irlash yo'l qo'yilgan, erkinlik berilgan bo'lsa, siz bir kishilik o'g'irlaysiz, atrofingizdagi necha 100 ming million odam million qatim o'g'irlaydi. Sizning bir qatimlik bir kishilik o'g'irlagan melingiz million odamga chiqishmaydi. Ya'ni siz tatisiz. Ammo o'g'irlama degan vaqtida siz yolg'iz o'g'irlayolmadim deganek tuyg'ulib qol. Amaliyotda siz shu buyruqqa itoat qilib o'g'irlamaganga o'xshash atrofingizdagi nurg'un musulmonlarni o'g'irlamaydi. Ya'ni bu buyruq nurg'un millionlagan kishilarning sizning mol-mulkingizni o'g'irlashdan ham kishallaydi. Demak, o'g'irlama degan buyruq sizning o'g'irlashingizni kishallab qo'yganda qilgan bilan boshqalarni sizning pul melingizni o'g'irlashni kishallaydi. Esingizda bo'lsin, o'g'irlaydiganlar siznikini o'g'irlamaydi deb hujjat yo'q. O'g'irlasa hammadannikini o'g'irlaydi. Demak, bir buyruq xuddi qarmoqqa sizning ba'zi qilg'ingiz va ishlarni qilib qo'ymagandek tuyulgan bilan amaliyotda sizning foydangiz. Masalan, zina desak, Qur'oni Karimda zina qilmanglar degan buyruq kelsa, xuddi sizni aralashgangiz va qizlar bilan aralash qilib qo'ymagandek. O'zingiz nashayan ishlarni qilmoqchi bo'lgan ayollar bilan nashayan ishni qilib qo'ymagandek sizni. Hayotda qilg'ingiz va ishni qilib qo'ymagandek tuygan bilan amaliyotda sizdan boshqalarni cheklaydi. Sizdan boshqalarni chekladi demak, sizning onangiz, sizning ochingiz, ya sizning singlingiz, ya sizning qizingiz pokiz saqlandi demak bo'ladi. Siz qilsangiz birni qilasiz, haq qilsa ko'pni qiladi. Siz haqning ayollari yoki haqning qizlarini, izzat obro'yini, ularning sharafini saqlamadingiz demak, haqmi siznikini saqlamadi demak. Demak, bu buyruqdan foydalandigani, ya'ni siz foydalanasiz. Ya'ni kishilarni zina qilmanglar deb buyruq tushirgan vaqtida u buyruq sizga ham kelmaydi, hammadan keladi. Ya'ni bu natija bizga qaytadi. Biz yana nima ketyapmiz? Nima uchun Alloh muflihun degan iborat ishladi degan ketyapmiz, ha? Shuni tushuntiryapmiz. Masalan, lekin Alloh sizning melingizni million odamlardan hammadan saqlamasa, endi hidoyat qildi. Siz bir shaxs boshqalarning melini o'g'irlashdan kishalliganda qilgan bilan million odamni sizning melingizdan kishallagan bo'ladi. Sizni bir shaxs boshqalarning ayollariga chaqilishdan kishalliganda qilgan bilan millionlagan odamlarni sizning ayollariga, sizga oid ayollarga chaqilishdan saqlagan bo'ladi. Unda olganda tabiiyki foydaligini kim bo'ladi? Siz bo'lasiz. Siz qilsangiz bir kishilik qilasiz, boshqalar qilsa 1000 kishilik qiladi. Chunki atrofingizda shunday odam bor. Endi
bu gaplarni nima uchun deymiz? Alloh Qur'oni Karimda bayatdan qayatda ulaika humul muflihun dedi. Biz dedik, gapimizga qaytib kelaylik. Muflihun degan bu so'z falah degan so'z tomiridan kelgan so'z. Ya'ni yerni qo'lab urug' soldi degan so'z bo'ladi. Allah'ның bu yerda bizning oxiratdagi nijotligimizga yerga ishlatadigan so'zni ishlatish orqali bizning diqqatimizni yerga chekyotdi. Yerga urug' solgan ahvolga qarab baq. Mushunga qarasang, o'zingning qanday nijot topadiganligini bilib olaysa deb bizga bir misol keltiryapti. Qarab baqaylar bo'lsa, yerga qarayli, diqqatimiz yerda olsun. Ya zamin jonsiz bir narsa biz uchun qaramoqqa. Biz uni qo'lab urug' solgan vaqtimizda acayip çoğun mahsulot beradi. Hammadan birimiz buni. Bir tağa urug' salsak 100 tağa, necha 100 tağa beradi. 1 kilo urug' salsak necha 100 kilo bizga dam beradi. Biz bu ishlarni dadamizdan, bovimizdan olgan. Men dadamdan o'rgangan, dadam bovisidan o'rgangan, bovisidan o'rgangan, bu ishlar olib kelgan bu ishlar. Ya'ni qo'linib urug' solgan vaqtida zo'r mahsulot beradiganligi bu aniq. Bu iş bayatın deyilgendek, yani ata-anamızın elinden iş. Hem de bir sual keladi. Adem Aleyhisselam'a şu yerge urug' selip terakchilikni kim o'rgatgan? Çünkü ata-anamızın aldık degan gap, men dadamdan o'rgangan, dadamdan dadasidan o'rgangan, u dadasidan o'rgangan bo'lsa, bir Adem Aleyhisselam'a taqiladi. Adem Aleyhisselam'a kim o'rgatgan buni? Deymiz ki Adem Aleyhisselam'a xuddi o'z vaqtida malaikalarga men zaminda xalif yaratmoqchi deb Adem Aleyhisselam'a bir muncha ismlarni o'rgatgan bir voqelik va xuddi shu ismlarni o'rgatgandek zaminni terakchilik qilishni ham Alloh o'rgatgan. Onda boshqa zamindagi o'zining xizmatini qilishga imkoniyat ega bo'lgan butun ishlarni Alloh o'rgatgan. Chunki Adem Aleyhisselamdan ilgari hech qanday inson yo'q. Adem Aleyhisselam zaminga tushirilgan vaqtida bütün yaşaş imkaniyetinin hemisi Adem Aleyhisselam'a öğütülgen. Allah Subhanahu ve Taala Adem Aleyhisselam'ın zimindeki hayatıda onun hayat davamını kapalatlık kılıdığan, balalarınınki yaşaş hayat davamını kapalatlık kılıdığan işlerini ügetmezden taşlap koymaydı Allah. Onda koyuz derhallam zayıf kılıdığan gap. Çokum manda kılsan yaşayalaysa ügütüp koygan gap. Onun en akallisi dəslətki baskuşunu ügütüp koyarlar Adem Aleyhisselam'a. Onun için asasda bu dastlabki bosqichdagi ishlar taraqqiy qilib Allah o'z ilmidan xalqiga ichib bergan shaklda taraqqiy qilib, keyin taraqqiy qilib bugungi zamonimizga keldik masalan taraqqilik bo'lsin, qanday soha bo'lsin. Bundan keyingi asrlar kelish orqali biz hozir taraqqiy qilgan yangi uskunlarni mush taraqqilik ishlarida ishlatiladigan bo'ldik. Bu masala hammalarga oydin masala. Endi garchi buning shakli o'zgarib dastlabki ibtidai taraqqiyotdan bugungi eng go'zal shakldagi, eng taraqqiy qilgan shakldagi taraqqiyotga taraqqiy qilgan bu o'zgarishlar bo'lsa-mu, bir haqiqat o'zgarmaganlik bu o'rinda. O'zgarmagan bir haqiqat bor. Ya'ni koinot dunyo yaratilgandan tortib o'zgarmagan va dunyo oxirlashguncha o'zgarmaydigan bir haqiqat bor. U bo'lsa-mu, insonning dunyoda qila oladiganini müşterekçilik işidir. Biz hozir shuni qaravatimiz, shuni bir bahs qilyapmiz. İnsanning terikchilik sohasida qila oladiganini terib, urug'chini yerga selib, sug'urish, mushlarni qila oladi. Mayli avval zamonda yoki bugungi zamonimizda va kelgusimizda. Bugungi eng taraqqiy ketgan terikchilik usullaridimi insonning qila oladigini urug'ni sola oladi, sug'ura oladi, shu. Amma o'simliklarning o'sishi insonning aloqasi yo'q buningga. Shu ziroatlar bizga beradigan meva insonning hech qanday aloqasi yo'q buningga. İnson o'zi xolab bo'ldirolmaydi uni. İnson faqat teriya oladi. Buning dastlabki qonuniyatlarini qila oladi, sabablarini qila oladi, sug'ura oladi. Masalan, har xil o'g'itlar bilan o'g'itla oladi, ximiyalik nimalar bilan qila oladi. Ammo şu meyveni bulduraş, buldamaslık, östüraş, östemaslıkta insanın hiç qanday nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Allah Subhanahu ve Taala mushu haqiqatga bizni eskartyapti Qur'onda. Hayotdagi o'zimizning qilgan ishlarga aldinib, mag'rurlanib, biz terdik demasligimiz uchun Qur'onda mush nuqtani bizga eskartyapti. Deydi-ki, "Afara'aytum ma tahrusun." Sizlar terikchilik qilayotgan ishlarni menga bir deb baqinglar. "Antum tazra'unahu am nahnuz zari'un?"
Sili teridinglarmi? Ya'ni o narsani siz o'stirdinglarmi yoki biz o'stirdikmi? Xohlasak hammani qup-quruq o't cho'pga aylantirib degan ma'noda Alloh bizni eskartib, ma'nisini qilmadinglar deyapti. İnsanın qiladiğini bir sabab nuqtasidan, sabab qonuniyatlari, uruqchini akilib, ya'ni qo'lab, silib, ustini sug'urish. Tarqiy qilgan uskunlarimiz shu qiladiğini boshqa narsa emas. Ammo mohiyatda u yerdan o'stirib, bu masala uruq bilan tuproqning moslashishi, uruqning bixlanishi, o'sishi, g'olulush bu jarayonlarning hech qaysi bizga aloqasiz. Biz qilmaymiz uni, bizning kuchimiz yetmaydi uningga. Demak, Ziminde dehqonchilik xizmati faqat terish, sug'urish, uruq solish shu. Bir uruqcha ziminga tashlangan vaqtida Alloh u uruqchining ichida shu uruqchining o'sib yetilishiga yetarli bir uzuqlik bergan bo'ladi. U bir hayotlik emasmi? O'sib yetilish uchun o'ziga yetarli bir uzuqlik kerak uningga. Uruqchining ichida shu uzuqlik bor. Bu orqali zimindan yerdan o'zining uzuqini alalaydı şu. Sen bir tane uruqni ep kelip bunu höllep ko'p qo'ysan, uning shaqqiri üsib etilib, g'ol, yiltiz bo'lganligini ko'rsa masalan. Yerga salsaqmi shu? Yerga salsaq necha kundan keyin üsib chiqadi, tishib bilan. G'ol paydo bo'ladi, yiltiz paydo bo'ladi. Bu o'sish nereden keladi? Bir uruqchi etdi u. Ana biz kichik vaqtimizda tatqiq kelgachga shu sas o'ynadi deymiz. Bu o'ylanish babida biz hozir o'ylanayapmiz, uning tigiga kiryapmiz. Nereden o'sidi? Danning o'zidan o'sidi. Boshqa hech qanday yerdan o'smaydi. Shu g'ol, yiltiz hamma narsa danning ichidan chiqadi. Alloh subhanahu va taolo har danda zimindan uzuq oladigan qadar, u yug'unab yiltiz tortib uzuq oladigan qadar o'ziga yetarlik uzuqni danning ichida qo'yadilar. Bir nokta esimizde olsun, bir nesnenin üst bitiliş için uzuqluq kerak. Dan yıldız çıkarıp, yerden uzuqluq alıdığan haletki kelgüçe, üzdeki uzuqluq özge yetadigan bir halet buluş kerak. Allah del şu uzuqluqni danның içinde qo'ygan. Yani, aşı danğa yeterlik, danның üst bitilişige yeterlik, uzuqluq miqdarida danning hajmi. Masalan, qilsam qo'noq sal cho'ngroq, bug'doy undan kichikroq, guruch undan o'ziga yetarli uzuqluq ishida bor. Sen mushu danni ziminga yerga qo'ygan vaqtingda avval o'zini uzuqliqdan ta'minlaydi. Ya'ni uningga g'ol, yiltiz, yupurmoq chiqib, undan keyin boshqa uzuqluq, masalan, yupurmoqqa havodan, quyoshdan uzuqluq oladi. O'simliklar, g'ollari, yupurmoqlari nafaslanadi. Yıldızları su ve başka uzunluklarını sömürürdü. Muşçaq kelgüçe özünü ta'minlaydi shu dan. Bu ishlarni bilmay deb ketdik. Bu ishlarning hech qaysida sening hech qanday aloqang yo'q, hech qanday bir qilgan ishing yo'q. O'simlikni sen o holatga ekilanmaysan. Sen nafaslantirmaysan uni. Shu dan uruqcha o'zining uzuqini yerdan oladi, havodan oladi, oxirida cho'ng bir daraxt bo'ladi. Ve meyve beradi. Şu danning xilistiki meyveni beradi. Qaysi xildagi dan olib qolsa, uruqchi bo'lsa, tavuz tersang tavuz beradi, qo'g'on tersang qo'g'on beradi, bug'doy tersang bug'doy, guruch tersang guruch, qo'noq tersang qo'noq. Bu bir butun o'sib-yetilish jarayon. Endi bu gaplarni bir mo'nji gaplarni deb ketdik savoqdoshlar, birodarlar, qarindoshlar. Nima uchun desa, biz muflihun degan so'zdan kelgan. Ulaika humul muflihun. Muflihun biz yerga uruq selib terig'uvchilar dedik. Uruq selib terig'uvchilar, ya'ni nijot topadiganlar degan ma'noga shuni ishlatdik ya. Nima uchun Alloh bu xil ma'nodagi so'zni nijot topadiganlar deganning o'rniga ishlatdi desa, Alloh subhanahu va taolo biz bilalaydigan, bayatdangidek ko'ralaydigan moddiy ishlardan bizning aqlimiz g'ayibni tushunishga cheklik ya. Shu cheklik aqlimizning masalaning mohiyatini tushunishga yordam olsin uchun ma'qul shaklda ifoda qilindi. Qiyomat kuni sen nijot topsa deb udul ifodalashib qo'ysa, bir gap bo'ladi. Qanday nijot tepish? Alloh muflihun degan iboratni ishlatish orqali ko'z oldimizning dehqonchilikning butun jarayoni o'tdi. Dehqonning qila oladiganini,
ve kılanmaydıgını ve kıgan işi bergen meyvesi. Bu jarayonlarni biz kalımlığa kelsak, bizning qiyomatda qanday nijot topadiganligimiz bir az yoruydi. Yani Allah'ın bizge buyurgan teklifatları, her xil buyruqları, onu qıl, bunu qılma degandek. Ve ahiretdeki beriladigan mukofoti del uruq ve dehqonchilikqa o'xshaydi. Uruq ve dehqonchilikqa. Çünkü sen avval zamanғы uruqchidan birini qo'ysa, o uruqchi nurg'un mahsulotni sana beradi. Meni yana bir nuqta bor. Uruqchini salamiz, qolgan jarayonni o'qimaymiz. Onundan o'sib chiqqan mahsulot uruqchidan necha hassa ko'p bo'ladi. Dal iman meselesi, dünyadaki emel meselesi bu. Senin dünyada qiladigan azdır ko'pdir bir ishlaring bor. O'qiysiz yuqori degandek ishing esa, namoz o'qiysa, sarf qilsa, shu bir necha ishing bor. Bu ish qiyomat kuni sana cheksiz nozu ne'matlarga, mangulik, ne'matlik hayotga sabab bo'ladi. Bu xuddi azroq uruq selib, oxirida büyük neticege, mo'l netijaga erishgandek bir hodisa. Qur'oni Karimda muttaqillarning erishadigan natijasini Allah, yani o'zining berilgan imkoniyatlarni sarf qilib, din uchun, jamiyat uchun, millat uchun xizmat qilib, oxirida oladigan mukofot oladiganlarni sifatlagan vaqtida Allah mushu tasvirini qo'llanadi. Ya'ni dehqon tasvirini qo'llanadi meyda. Nima deydi desangmi? Sura Baqaraning 261-oyatida "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Özünün pul mallarını Allah yo'lida sarf qiladiganlar kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbula 100 habba. Bu bir uruqchiga o'xshaydi deydi. Qaranglamayın, aniq ifoda mavamidi. Biz oyatdan so'zning tag ko'p ma'nisidan chiqargan bo'lsak o'qimni, oyatda uch oshkora Allah yo'lida mallarni sarf qilganlar bir uruqqa o'xshaydi. Bu uruqdan 7 bashaq chiqadi. Her 7 bashaqda yüzlerce dallavladigini bir qilgan ishing 700 hassa hassalanadi. O cheksiz degan gapimdi. 700lardan cheklanib qolgan gap emasda, cheksiz hassalanadi degan gapimdi. Ya'ni Allah oxirida vallohu yudaifu liman yasha. Allah xalq odamga hassalab turadi. Demak, dunyodagi masala bu. Bizning qilgan azdir ko'pdir ishimiz qiyomat kunisi bizga hassillab oldimizga keladi. Bu jarayon xuddi dehqonning uruq selib, sağat uruqidan necha hassa mahsulot olganga o'xshaydi. Shunga mu'minlarning nijotlik, qiyomat kunisi erishadigan ne'mat babidagi ifodalar bu xil so'zlar bilan, bu xil ifodalar bilan qo'llanilganki, ulaika humul muflihun muddal mushu. Qad aflahal mu'minun mushu. Mu'minlar esonda bo'lsin, qilgan ishining ajrini birga bir olmaydi. Birga necha hassa oladi, xuddi dehqon yerga sağat uruqining mahsulotini necha hassa olganda. Shu Qur'oni Karim bu xil ifoda qo'llangan. Ya'ni zaminning o'zi bir mahluq, o'qishdan keyin bizda qo'ydiganimiz zaminning o'zi bir mahluq, Alloh tomonidan yaratilgan bir mahluq. Bir mahluq sizga siz berganning hassasini biraligan yerda. Biz dehqonning bolalari biz bir tal uruq sarsak bizga yüzlerce dan hassalab mahsulot bergan bir zimin var aldığımızda. Bu zimin bir mahluq turib bizga bergan narsamizning hassa biraligan yerda şu zimin yaratgan Xoliq qanday olmoqchi? Xoliq qanchalik bermoqchi biz? Xoliqning degan buyruqlari, qilgan bizga belgilab bergan manhajlari, yo'llarini chong tutib manganimizda bizga qanchalik beradi deb o'ylaymiz. Bir zimin, bir mahluq bizga hassalab bergan yerda shu mahluqning xoliqining qanchalik berishini tasavvur qilib olmaydi. Chunki Alloh vasiul fadli, fazl marhamati nihoyat kengri. Sizga itoatdagi savobni qanchalik hassalab beradi, buni o'ylash kerak. Mana bu Allah subhanahu va taolaninki bizning, ya'ni mu'minlarning masalasida ulaika humul muflihun degan iborani qo'llanishining sababi bu, hikmat bu. Ya'ni bu yerda bizga bir narsani demoqchiki, sizlarning masalanglar uruq sağan dehqonning masalasiga o'xshaydi. Dehqon o'zi sağan uruqdan oladigan hassa, necha hassa bo'lgandek, mahsuloti necha hassa bo'lgandek, sizning aytgan iymoninglarningki, qilgan ibodatlaringlarning, qilgan yaxshiliklaringlarning ajri qiyomat kunisi hassa bo'ladi. Demakki Allah, yani bizga Allah bu yerda dehqonchilikning ifodasini o'ziga olgan bir so'z tumuri orqali, yani biz bugun ko'rayotgan, har kuni ko'z oldimizda bor bo'lgan narsa orqali
bizni aş jarayonga diqqatimizni chekatadiki, qiyomatdagi ahvolga diqqatimizni chekatadi. Ya'ni shundaqla bu yerdagi taklifat xuddi bu bizga Alloh bir narsa buyursa, ya qil desa yoki qilma desa, bu taklifat bizdan bir şeylarni oladi, ammo bu olgan şeylar bizga hassa bo'lib qo'yadi. Ya'ni sendan shu narsani oladi, sana haslab beradi. Bu nokta. Xuddi zaman sendan bir uruqni elib, aqınğa oxşaş qaytarmagandek, balki bir uruqning badliga 700 uruqni, bir donning badliga 700 donni bergandek, biz ko'z oldimizda ko'rilayotgan bu dehqonchilikni iborat ishlar bilan bizga g'aybiy ishlarni bayon qilib turadigan bir o'qimga mashta yetib boramiz. Alloh bizga shuni muflihunning tigidan bizga yetkazib beryapti. Dehqonchilikdan bilasizlar menga, dehqonchilikda bir odam qanchalik usul oladi bir daldan bilan aynı şekilde mu'minning masalasi shunga o'xshaydi. O'xshatish aynı shaklni ifodalamaydi. Biz mahluqni tasavvur qilyapmiz, zaminni tasavvur qilyapmiz, zaminga solgan uruqni tasavvur qilyapmiz. Dedik-ku, mahluqdagi ahvol bu o'g'ayda xoliqning masalasiga borsak, shu zaminning xoliq bo'lgan Allohning qishig'iga borsak, bizga qanchalik beradi. O Allah'ınki fazla merhameti. Yani bir yerde biz ko'z oldimizdagi bor bo'lgan zaminni dalil qilib turib, qiyomatdagi biz erishadigan mukofotlarni tasavvur qilsak bo'ladi. Aynı şekilde tasavvur qilamiz-mi? Umumiy hajmini tasavvur qilsak bo'ladi. Ondan keyin Sura Baqaraninki 6-oyati, ya'ni mu'minlarning masalasi tugidi. Mu'minlarning sifatlari tugidi. Bularning shu sifatlarni hozirlaganda Qur'onning hidoyatiga haqliq ekanligi tugidi. Hidoyatning ustida bo'lganligi tugidi. Ularning eng oxirida nijot topib, o'zining qilgan ishlariga hassa ajr mukofotlar bilan utuq qozonganligi tugidi. Endi masala kuffarga keldi. Mu'minning gapini deb bo'lgandan keyin kofir masalasi keldi. Ki davatudu innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya'ni kafir bo'lganlar. Bularga siz agahlandırmamışsınız, agahlandırmamışsınız. Baribir ular iman etmaydi. Bu qanday shakldagi kafir? Qaraylar. Allah subhanahu va taolo mu'minlar va mu'minlarning sifatlari haqida so'zlab bo'lgandan keyin, oxiratdagi bularning mukofoti, bularni kutib turayotgan buyuk yaxshiliklarni so'zlab bo'lgandan keyin bizga qarshi bir surat, qarshi bir shaklni bizga bermoqchi. U o'smi kuffarlar, mu'minlarning qarshisida kuffarlar va bizga Alloh subhanahu va taolo shuni bayon qildiki, iymon hammalarni kontrol qilish uchun keldi. Hammalarga, ya'ni insonlar hammalarga yaxshi dunyo oxirat yaxshilik berish uchun keldi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim shu iymonga qarshi turadigan bir yomonlik bo'lish kerak bu o'rinda. Agar bu yomonlik bo'lmasa, iymonga ne zurrat va bu yerda zurrat yo'q. Yomonlik yo'q yoki iymon etishning hojati yo'q. Chunki yamanlık bo'lmaganda mu'min banda, mu'min o'zini, jamiyatini, o'zining dunyosini kufr qilgan yamanlik yaxshilikni saqlay oladi. Tabiiyki, iymon yamanlik bo'lganligi uchun, yamanlikning, kufrning yamanligidan saqlash uchun kelgan narsa. Shunga iymon bo'lgan ekan, cho'qim bir yamanlik va Alloh iymon sahiblarini bizga tushuntirib bo'lgandan keyin bu yamanlik, ya'ni kufr sahiblarini bizga tushuntirib o'tadi. Endi oyatda kofirlar sözden sözlemən ular iman etmaydi dedi. Bu qanday şəkildəki küfr bu desə, kafirlər iki qism buludu. Birinci qismi dəsləb Allahqa tanıdığan, inkar qılıdığan, şundan keyin Allah'ın kalamını anlap, sağlam təbiyyətlə qəbul qılıb, ma'qul deb iman etdiqanlar. Bu bir türlüki. Yəni bir türlüki şu küfrlikdən, şu hədidin eşitdən, şu zulümdən, kişilerin haklarını yiyişine ondan başka türlük üzü kılıvatkan günah işlerden faydalıdığan küfrü. Faydalıvatkan, menfaat gelişvatkan küfrü var. Hem de matür, ikinci tür, yani faydalıvatkan, küfrden faydalıvatkan matür, iman kepkasa, bunun dünyadaki yüz abroyunu, zulüm ve tacavuz şekilde erişivatkan mal mülklerini bunun ep taşlaydı Allah'ını. Erişivatkan payda menfaatini bunun ep taşlaydıqanlığını iniq biladi. Bu nokta. Onda olgandan keyin dal iymonning oldida turib, iymonga qarshi turadiganlar kufrdan foydalanadiganlar. Chunki iymon o'tirg'i chiqib qolsa, bularning elvatgan payda menfaati to'xtaydi. Ammo bayatning biz degan birinchi turi bor. Ya'ni kufar bo'lib, Allah'ın dinini sağlam kabul kılgan desek, bulağa kelsek, bulağın kalbi eşilgan kişiler eşilidi, mümin buludu. Bulağın meselesi yok. Bu ayet kılgınlığının bu emez. Hem de küfür degenin asli manisi bir nesini yögeş,
yepish, inkar qilish degan ma'noda. Ya'ni kafara degan so'z arab tilida satara, ya'ni tandi, yo'g'ib oldi, yushirib oldi degan ma'noda. Allohga kofir oldi demak Allohning mavjudligini inkor qildi, tandi, yushirdi degan ma'noda. Yo'gaydigan odam cho'qim ba'nasini yo'gaydi, yo'q narsani yo'gamaydi. Misol bir nuqtaga diqqat qilinglar. Kofir degan so'zning o'zidan Allohning borligi chiqadi. Qanda biz bayatda dedik, kofir degan yo'g'uchi, yushiruvchi dedik, shunami? Endi yushiradigan odam yo'q narsani yushiramdi, ba'nasini yushiramdi. Tabiiyki, yushiradigan odam ba'nasini yushiradi. Andoganda bu yerda bir hodisa bor. Bir narsa avval ba. Kim onu bir narsa yushadi. Andoganda bu yerda yushirish shu ba'nasiga keyin kelgan. Asli bu yerdagi asli ba'nasining borligi. Asli. Andoganda dunyodagi asli ahvol Allohga iymon etish. Allohning borligi asli, iymon asli. Kuffarlik kelib, dinsizlik, kofirlik kelib, Allohning borligini yushirishga urinadi. Bu yushirish kim kelgan ahvol? Tigidan bor emas. Tigidan iymon bor. Xuddi bu yerda aslisi iymon. Ondan keyin kishilarga shunday bir g'aflatlik kelib qoldi, Allohning borligini yushirib inkor qildi. Nimishqa o'zining huquq manfaatini, hukmronligini, foydalanishni boshqa insonlarga bo'lgan o'zining yuqori o'rnini saqlab qolish uchun, mushuni saqlab qolish uchun iymonni yushagandak bir hodisa berdi masalan. Bo'lganda zimindagi insonning tarixining aslini surishti qilsaqmi, asli iymon chiqadi. Kufr keyin kelgan. Demak, bu yerdagi kufr degan so'zning o'zi, kafir degan so'zning o'zi, vallazina kafaru, innallazina kafaru degan so'zning o'zi ham iymon oldida kufr keyin kelgan degan ma'no ifodalaydi. Bu qanday chiqadi bu ma'no desa, biz bilamiz malaikalarning sajda qilishi, Adem alayhisolamga Allohning bir muncha ismlarni o'rgatishi, Adem alayhisolamga nisbatan bir amaliy yuz bergan bir ish. Adem alayhisolam shu yaratilib jannatda o'rnashtirilgan vaqtida kufr degan narsa mavjud emas edi. Undan keyin tabiiyki Adem alayhisolam zamonga tushgandan keyin, zamonda o'rnashgandan keyin o'zining bolalarga, farzandlariga Allohning manhajini, Allohga ibodat qilish manhajini o'rgatgan bo'lishi kerak. Chunki Adem alayhisolam shu qilma degan manhajni, yo'lni Alloh osmondan ebbilda tushgan bo'ladi. Undan keyin Adem alayhisolamning bolalari o'zining bolalariga shu yo'lni o'rgatish kerak. Shu bo'yicha davom qilsa, Adem alayhisolamdan tortib asli ba'nasi iymon. Kufr yo'q. Asli ba'nasi. Ya'ni tunji xalq qo'ygan Adem alayhisolam, Alloh o'z qo'llarini yaratgan, o'z ruhidan buningga püligen, malaikalarni secde qildirgan, bütün ismlarni o'rgatgan birinchi xalq Adem alayhisolam. Lekin vaqtning o'tishiga ergishib, sal g'aflat kelib qoldi insonlarga. Ya'ni iymon dunyodagi insonning harakatini kishallaydi. Uni qig'ilib qo'ymaydi, buni qig'ilib qo'ymaydi deb g'aflat shakllanib qoldi. O'zining hayotini havaslarga kishansiz shaklda bo'ysundirmoqchi bo'lgan. Erkin hech qanday narsaning tusolg'isiga uchirmay, ko'ngil hissiyotining keniga kirmoqchi bo'lganlar asta kufr yo'lini tutishga boshlaydi. U deganda asta yo'gashga boshlaydi masalani. Dastlabda Allohning borlig'ini yo'gamasimi, din ishlarini yo'gaydi. Undan emas. Yushiradi uni, oshkorlamaydi uni. Haqni qochiradi undan. Birlab, ikkilar, uchlab dinni eng oxirida Allohni inkor qilgan holat shakllanib qoladi. Aqlli odam kufr kalimasini anglagan vaqtida buning ma'nosiga diqqat qilish kerak. Ya'ni ma'nosi ba'nasini yo'gash, yushirish degan ma'noda. Allohdan iborat vojibal vujud zotni yushirish degan bo'ladi. Kayfa yukaffiru al-insan va yushariku fi sirri ma huwa mawjud. Qandaqmi inson ba'nasini yo'gab, ba'nasini yushirib, ba'nasini inkor qilib kofir bo'lsin. Asli insonning bunday bo'lishi bir aqlga sig'maydi. Chunki normal aqlli inson o'zining tarixi, insonning tarixiga qarasa, kufr degan so'zga qarasa, asli iymon bo'lishi kerak. Nima uni bir-birlab yushib, eng oxirida
Allah'ni yushirib, Allah'ni inkar qiladigan, Allah'ni o'rgaydigan masalan, insonlarning aqlidan Allah'ni chiqaradigan holatga qanday olib kelib qoladi? Insonning bunga kelib qilish haqqi yo'q, va hayron qolarlik ish nimishqa? Biz bir nuqtaga diqqat qilamiz. İnson zaminda Allah'ni inkar qilgan bir holatda emas. İnson o'ziga qarab baqsa, bu boshqa narsaga qaramasin, o'ziga qarab baqsa, Allah'ni inkar qilib, bizni yaratgan bir kishi yo'q. Men degan mustaqil bir odam, o'zimning hayotiga o'zim ega deyalaydigan holatda emas. İnson o'zini o'zi yaratdim deyamaydi. O'zimni o'zim yashatdim deyamaydi. Zaminda hech narsaga ehtiyojli emasman deyamaydi. Men ölmeymen, o'zimni kontrol qila olmayman deyamaydi. Demak, ishlarining hammasi o'zining qo'lida emas insonning. O'zining ixtiyorliksiz tug'ildi. O'zining ixtiyorliksiz chiroy shakli berildi. O'zining ixtiyorliksiz jinsi berildi er ayollikka. O'zining ixtiyorliksiz yosh holatiga keldi. Ixtiyorliksiz yashandi, ixtiyorliksiz o'ldi. Bu ishlarning hech qaysi insonning qo'lida emas. İnsan kontrol qilolmadi. Mushuning o'zi ham insonga bir narsani bilish kerakki, bir narsani o'ylantirish kerakki, insonni mushunda qadamma-qadam, bosqich-bosqich o'zgartirayotgan, insonning irodasidan sirt, insonning kuchidan sirt holatlarga o'zi xolamay berayotgan holatning keyinida bir kuch bor. Bu kuch insonni boshqa quvvati deydigan bir ongga kelish kerak. Shunga inson baxtiyoqqa qaramasin. Üzgülam qarasa, insonning Allohga inkor qilishi hayron qolarlik ish. Alloh insonning ojiz ekanligini bildirib qo'yishini pat-pat o'zi xohlamagan shaklda kasallarni beradi. Inson xohlamaydi-ku og'rishni. U saqlamaydi u. Bir muncha sabablarni qiladi. Uning dorisini ichidi, davolanadi masalan. Nereden keldi o kasal? Agar inson o'ziga mustaqil egildi olib qolsa, og'rimisi bo'ldi. Qeriydi, o'lidi. Bularning hammasi inson xohlamaydigan ish. Qeyliya uni to'xtatib olsa uni kontrol qila olish kerak, uni inson o'zi mustaqil bo'lib qolsa. Demak, mustaqil emas deganlik inson boshqa kuchning ta'sirida yashayotdi zaminda. Bu zamonga boshqa kuchning ta'sirida kelgan, boshqa kuchning ta'sirida yashayotdi, boshqa kuchning ta'sirida ketadi bu dunyodan. Bu nuqtani tushungan inson bir kuch bor, bir iloh bor, bizni yaratgan bir zot bor degan uqum insonga kelish kerak, kallasga kelish kerak. Ahvol shu turib, insonning Allohni inkor qilishi bak ajablanarli. Shuni Alloh Qur'oni Karimda nima deydi? Kayfa takfuruna billah. Ey Alloh, qanday kofirmisizlar? Allohni qanday inkor qilyapsizlar? Ey sizlar o'likdingmi, asli yo'qdingmi sizlar? Ma'noqni o'ylamadinglarmi? Alloh sizga hayotlik berdi. Undan keyin jiningni oldi. Undan keyin tirgizdi sizlarni. Oxirida Alloh tarafiga qaytsizlar. Hayotning ahvoli bu tursa, hayotning umumiy jarayoni bu tursa, sizlar hech narsaga ega emas tursanglar, yana sizlarni yaratgan bir zotning borlig'iga inkor qilyapsizlar. Bu qanday masala bu? Bu Alloh savol qo'yapti bizga. Savol qilyapti bu yerda mana bu shaklda. Hakada ya'ti savol. Buni kafir javob bermaydi. Chunki kafir o'zining hayotini ta'bir bermaydi o'zining hayotiga. Mening hayotim qanday hayot ta'bir bermaydi buningga. Biralayman deganlar o'tirib chiqsin. Sening hayoting qanday hayot? Qanday shaklda menga hayoting? Nimaning turtkisida menga Tamam, agar shunga javob beralasa, ta'bir beralasa, bergan ta'birga tayyorlab turib, dunyoda men yashay oladi. Ölmeyelaydi o ta'bir beralasa. Ammo inson ta'bir bermaydi. Javob yo'q u kafirninki. Chunki Alloh uni yaratdi, Alloh uni paydo qildi. Aramizdan hech kim o'zini yaratdi deb da'vo qilolmaydi, yo boshqalarni yaratdi deb da'vo qilolmaydi. Demak, mishada o'zining mavjudligining o'zi, shu insonning dunyoda yashayotganligining o'zi bir iymonning masalasiga dalil. İnsan o'zining normal yashayotgan ahvoliga qarab turib iymon etish masalasiga kelalaydi. Shunga Alloh subhanahu va taolo, "Hey, sizlar nim deb ahvolingiz mush tursa, siz dunyoda yashayapsizlar, o'zinglarni bilasizlar, o'zinglarning ahvolini ko'rdinglar. Qanday qilib Allohga kofir bo'lasizlar, Allohni inkor qilasizlar, Allohni tanisizlar? Qanday qilib sizlarni yaratgan zotning borlig'ini yushursizlar, sizlar inkor qilasizlar buni?" deb bizga savol qo'yapti Alloh. Chunki inson shu savolni qo'yishga haqli bo'lib qoldi. O'ziga shunday ham qarasa bo'ladigan inson qaramayotdi o'ziga.
O'zi haqida o'ylanmayotdi inson. Shunga boshqa bu savolga haqli bo'lib qoldi inson. Demak, hech kim o'zim yaratdim yoki boshqani men yaratdim, uni men yaratdim deb da'vo qilmagan ekan, yaratish masalasi kesin Allohga oid masala. Hech kim uni o'ziga da'vo qilolmaydi. Hech kim o'zini yaratdi deb da'vo qilish mumkin emas. Demak, bu yerdagi sizning dunyoda mavjud bo'lganlik masalangizning o'zi Allohga oid. Sizni yo'qdan yaratgan Alloh iymon etishingizni taqozo qilgan masala. Siz bor. Bu e'tirof qilgan bir masala. O'zingizni yaratmadingiz. Buni siz e'tirof qilasiz. Yoki boshqalar sizni yaratmadi, buni e'tirof qilasiz. Tabiiyki, siz bor zaminda o'zingizni yaratmadingiz. Boshqalar sizni yaratmadi yo'q ekan, sizni yaratgan bir zot bor. Bunga kelishingiz kerak siz avval. Bu aniq masala. Mana buning o'zi Allohga aniq bir dalil keltirish. Ayni dalil bu. Inson atrofiga shunday qarasa, koinotdagi barcha narsalarning o'zining xizmatiga, insonning xizmatiga bo'ysundirilganligini ko'rib olaydi. İnsonga deydigan, insonga bo'ysundirilgan nurg'un shaylarni ko'radi. Vaqtning o'tishiga ergashib, inson o'ylab qoladiki, mushu zaminni men kontrol qilaman. Zaminning kontrolligi mening deb o'ylab qoladi. Shunga o'xshash inson dunyoda qanday yashaydi? Kallasga sababning kuchi kirib olib yashaydi. Uni qildim u bo'ldi, buni qildim bu bo'ldi. Men uni qilish orqali uni qila olayman. Buni qilish orqali buni kallasga sabab kirib oladi. Dunyo bir qonuniylik dunyo emasmi? Allah nurg'un sabablarni, qonuniylarni o'rnatgan, belgilagan. Shuni ishni qilsa, buning natijasi chiqadi. Bunga qarab turib, men ma'ni qilsam ham ma'ni qila olayman. Ani qilsam buni qila olayman deb bilan boshqa narsani unutadi. Kallasga mushuk kirib oladi. Sabablarni tutadi. Sabablarni qiladi. Sababni uningga natijalarni berib, uningga shu bo'yicha ish bo'lganligini ko'radi. Shuni bilan men qildim deb o'ylab qoladi. Shu sabablarni yaratgan zotga qaramaydi, sabablarning xoliqiga qaramaydi. Sabablarning qonuniyati, sababni qilsa insonga bo'ysunadigan, insonning diginini beradigan yoki inson ko'zlagan maqsad yetalaydigan, qilib qo'ygan qonuniyatni belgilagan Allohga qaramaydi. Bu nuqtaga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ishorat qilib deyotdi. Kalla innal insana la yatgha. İnsan hadisini deyotdi. İnson sinirdan chiqdi deyotdi, chegirdan chiqdi deyotdi. Ar-ra'ahu istaghna. O'zini inson behojat deb qarab qoldi. Dunyoda ashna qilsam bo'lardi, mana qilsam avludi. Bu hammalarni bildigan bir ahvol insonda. Bizda kichigi bo'lsa, biz musulmonlarda, kufrda, kofirlarda eng cho'ng va mana qilsam anda bo'ladi. Uni qilsam bo'ladi deblam sabab qonuniyatiga istiblam sababni qilsa natijasini keskin qo'lga keltira oladiganligiga ishni keteglik inson. Haddan eshig'liq, men qila olayman deb o'ylab qilib, ar-ra'ahu istaghna. Buna olish inson, masalan, bayatning ya'ni gapiga keldik, yaga qarayli qaytadan. Ya'ni terib, ya uningga meva beradi. O'ylab qoladiki, dal insonni bo'ysundig'ini o'zi, o'sha inson o'zi, zaminning shu qonuniyatini belgiligini o'zi, istiginni beradi zamin, qunoq tersam qunoq beradi, bug'doy desam bug'doy beradi, paxta tersam paxta beradi, masalan. Tokning konopkasini, uyda kechroqning konopkasini basudi, uy yuriydi, o'ylaydiki, tokni men ishlab chiqardim, inson ishlab chiqardi. Ariflanga menidu, ariflar uni uçup havoda uçurup yapmağıdı. O'ylaydi ki ariflarni uçulgan ariflarni yasagan adam men deb o'ylaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolaning havo qatlamida mushu ariflarni ko'tagidek darajada qo'ygan bir qonuniy xususiyatlarni unutib qoladi. Bir temirni osmonda uçurgan narsa nima? Temirni ko'tagini nima? Buni unutib qoladi. Televizorni ochadi. Ko'z oldida dunyodagi bo'layotgan hodisalar, har xil ishlarni ko'radi, o'ylab qoladiki, bunimi insonning qudrati bilan paydo bo'ldi bu deydi. Unutib qoldiki, Alloh subhanahu va taolaninki dunyoning o'chidigan sekund ichida ovoz suratini yetkazadigan xususiyatlarni, chastot xususiyatlarini havo qatlamiga qo'yganligini unutib qoladi inson. Demak, bu bir misol. Bizning atrofimizdagi har shay inson shuni o'zi bo'ysundudi deb o'ylab qoladi. Uni qilsam bo'ladi deb o'ylab qoladi. Paroq jassam sudi laylay deb o'ylab qoladi. Albuki so'ning ko'tirish kuchini kimning berganligini uni o'ylamaydi. Demak, buning hammasi Alloh subhanahu va taoladan insonning xizmatiga bo'ysundirilgan holat ekan.
Allah subhanahu va taala şu qonuniyat sabablarini yaratgan ekan. Ama insan ashta qiladi, ashta o'ylaydi. Biz şu insonga deymizki, sen şeylerning zotiyat uqumini tushunsan, ya'ni mustaqillik uqumini tushungan bo'lsang, sen bu ideyaga kam aytding. Sening nafsing sana bu ideyani so'zlamaydi. Mustaqillik degan zot nima? Buni tushunsan, mustaqil bir narsaga nima bo'lsa, o'zi mustaqil tura oladigan, o'zgarmaydigan, ilgari kin olmaydigan narsa mustaqil narsa bo'ladi. Ama o'zgarib turadigan narsa o mustaqil narsa emas. Biz bu nuqtadan kelaylik. Masalan, seni şu qiziqtirib, seni şu azdag'an, aşı sening mustaqilligingga bir nazar tashlasan, sen o'zingga oldin ketyapsan hozir. Men degan uni qildim, buni qildim, men o, men bu, men qilma, ana qilsam avludu, buni qilsam bo'ludi. Kim qilib berdi uni menga? Men qildim deydigan bir xil mag'rurlik bor ya. Sen şu o'zingning mustaqilligiga qarasang, zotiyat degan so'zningki her şeyde başqalarga muhtoj olmaydigan, hamma narsaning o'zingdan bo'ladigan narsa ekanligini tushun. Bir odamda zotiyatlik va mustaqillik bor degani sen hech narsada g'ayriga muhtoj olmaysiz deganlik bo'ladi. Ammo sen hayotingning hammasida senda mustaqillik yo'q. Chunki atrofingdagi har narsa sening irodangsiz o'zgaradi. Masalan, sen bir kichik bola hayotingning dastlabida dadangga muhtoj. Çoğuyup azraq sende kuş payda olup etrafındaki ahvallar sana boysunluğul tuğa vaxtıda sen muşu yaşlılık, muşu yigitlik devrinin davamlaştırışına qadir emassan. Mesela 30 yaşlıq, 20 yaşdan 35-40 yaşqacha bo'lgan mezgil insonning en güzel vaqtları olur. Her şeyini qılalaydigan, tini sağlam, xuddi heshim bo'lmaydigan, nimish qilsa undan payda chiqayotgan, nimish qilsa eqiyotgan bir mezgil oldu. Eğer sende mustaqillik qulluğa şup qalsa, muş vaqtni davom qildira olaysan. Ammo sen davom qildira olmaysan uni. Bu yerda xo'jayin zaman seni olib ketadi, lekin ma'lum vaqtlik. Sen qiyrigan vaqtga yetgan vaqtingda sening qo'lingni yetilab, sana yordam qilgan odamga muhtoj bo'lib qolsa, hatto eng oddiy, inchki hojatlaringizga qadar tamoq, yemak degandek boshqalarga muhtoj bo'lib qolishingiz mumkin. Buning o'zi bir fakt emas, bu sening mustaqillikning yo'qligining fakti emasmi? Küçük vaqtında başqalarga ehtiyojliq. O'zing eng kuchli to'lgan davrlarni saqlab qolanmaysa, tutib qolanmaysa, o'tib ketadi bu vaqtlar. Yashangan vaqtında başqalarga muhtojlik. Demak, sen balaliq bilan başqalarga muhtoj holatda boshlangan bo'lsang, ya'ni shu qiyrilik bilan başqalarga muhtoj holatda oxir. Sening boshlanishingmi başqalarga muhtojlik bilan boshlanadi, qirishingmi başqalarga muhtojlik bilan oxirlashadi. Mesela hatta sen yaş devringde memde sana kesel tegip seni harekettin oltağızıp koyuşu mümkün. Eğer senin hakiki mustaqilliğin, özlükün bula olsa, bu keselini senden yoktup bakar. Mesela ben kesel olmayayım deyip bakar. Bulamaysa, kılanmaysa onu. Kesel bulursa sen. Allah subhanahu wa ta'ala mujda özgürüşlerini, insanın küçük vaxtdaki o xil özgürüş, yaş vaxtdaki o xil kesellik, uçu hadiseler, qir vaxtdaki o xil ehtiyaclık, hemmini bizning hayotimizga paydo qilib qo'yishi, hayotimizda qo'yishning sababi inson nafsidan mag'rurlik yo'qolsin uchun qo'yib qo'yadi. Mag'rurlik tugusin uchun qo'yadi. Inson o'ziningki Allah dunyo qonuniyatlaridan o'ziga bo'ysundirib berishi bilan kuchli ekanligi, Allah'ning dunyo qonuniyatlarini o'ziga bo'ysundirib berishi bilan inson nurg'un ishga qodir ekanligini bilsin uchun ma'ishlarni qilib qo'yadi Allah. Biz hammalar şunun için bilişimiz gerek ki hemimiz Allah subhanahu wa ta'ala qadir zatqa muhtaç. Allah subhanahu wa ta'ala özü her halkıdan, özünün bütün mahlukatlardan bir hacet. Allah özgertidi ki özgermeydi. Allah cenini alıdı ki ama Allah her daim mevcut. Allah bizni küçük köp bolğandykan aciz halatımızı özgertip qo'ydi ki Allah her daim güçlük. Kişilerin qışdaki her nərsə olsa tügeydi ki Allah'ın qışdaki heç həmmə nərsə tügüməydi. Demək, bu zat asman zimindeki Allah. Biz bu noktada düşünüp bitirişimiz gerek. Bu noktada düşünüp bitirişimiz gerek. Demek bir yerde sizin bütün kainatını özünüz boysunduğunuz, etraftaki işlerini hemen özüm boysunduğum da dava kılacak. Şahsiyetiniz yok sizin. Yani müstakilliğiniz yok. Çünkü sizin bir halette qilishmi kudretiniz yok. Özgermeydiğen, ütüp ketmeydiğen
qilishmi qudratınız yo'q. Bo'lgan vaqtda ahvolingiz o'tusa. Ayatdan oyatdiki, bizga qo'ygan Allohning savoli bu. Kayfa takfuruna billah? Ahvolingiz o'tusa, sizning qulog'ingizda amaliyotda hech nima yo'q tursa, o'zingizning hayotingizga ega emassizlar, yoshligingizga ega emassizlar, hatto kuningizga, soatingizga ega emas tursanglar, kayfa takfuruna billah? Ya'ni sen Allohga qanday inkor qilib, Allohning borlig'ini qanday yo'shirsa, Allohning borlig'ini qanday inkor qilsa, ahvoling shu tursa, koinotdagi barcha narsalar, o'zingdagi barcha narsalar Allohning borlig'iga pok tursa, agar inson zoti mustaqil bo'lib qolsa, o'zini tuta olsa, o'zini kontrol qila olsa, masalan, o'zining yosh holatini saqlab qola olsa, o'lmay olsa, og'rimay, kasal bo'lmay yashay olsa, atrofdagi xalqa vaqtni bugun uyqusiga qolmadi, quyosh 2 soat to'xtab tursin, tong 2 soat keyin olsin deya olsa, ish kushim tugmay qoldi bugun, quyosh 2 soatdan keyin patsin deya olsa, voy ma ishim tugmay qoldi, yomg'ir yog'masin. Bütün işlerin hemmesi insanın iradesiz buluvatıdı. İnsan bir aciz məxluq, hatta özünün kontrol qılanmagan insan qanday qılıb özünün yaratılğanlığını inkar qılıdı. Özünün bir yaratquchisi borligini inkar qılıdı. Bu bir ajablanarli ish. Ana bizimizdan gapiga kelsak, oyatning o'ziga biz kofirni ikki turlik dedik. Bir turligi Allohni inkor qilib, ammo hidoyat kelgan vaqtda aqlni ish qilib, haqiqatni unutib iymon etgan tur. Yana bir turligi o'zining kufrligidan foyda olayotgan tur. Başta payda ağallığı üçünlan küpürünü çın tutdu. Onunla qanchalik imani deliller kelsin, bu qarşı çıkıp inkar qiladi. Çünkü o özünün dünyadaki hükümranlığını saqlab qilish, zulüm ve tug'yan üstüdeki özünün nüfuzunu saqlab qilish. Bunu isteydi o, onun maqsadi bu. Haq bilan bo'lsa-mu, özünün nüfuzu dünyadaki hükümranlıqdan ajrat ketishni xolamaydi o. Mana bu tür to'g'riliq Allah subhanahu va taala ma oyatda biz bilgan o'qi oyatda innallazina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. İnsanın xarakteri. İnsan madem bir narsaga manfaati bog'lanib qoldimi, ahvol shu bo'ladi. Ya'ni iymon etmaganlarning bir yeri bog'lanib qolgan. Agar uning bağlanıp qalgan bir yeri olmasaydı, o haqiqat kelsa, haqiqatni bilsa iymon etadi. Bir yeri var. Şuna uluğa her qancha siz agahlandırmang, qanchalik so'zdan qancha tabliq qiling, ular iymon etmaydi. Chunki bir yeri var uni unutib turayotgan. Bular Allah subhanahu va taoladan yetkizish bularga kemmidi yoki ularga bir payg'ambar ya bir rasul Allohning manhijiga, Allohning yo'liga bularni chaqamidi, qaratmidi uchun iymon etmagan emas. Kofir bo'lgan emas bular kufrni o'zining hayot kasb qilib olgan. Hayot yo'li qilib olgan bu kufrni. Bu kufr orqali yashaydi. Chunki ular kufrdan foydalanayotganlar. Chunki bu kufri bularni xo'jayin qilgan. Chunki bular mushu kufr bilan botildan boshqalardan farq qilinib turadi. Chunki iymon kishilarning hammani bab-barobar qiladigan, zulmni inkor qilgan iymon kelib qolsa, bular iymon etib qolsa, bular hech qanday narsada farqlanmaydigan odatga odamga aylanib qoladi. Bunning qo'g'iliga yeri bu. Kufrni o'zining dunyo obro'yi, dunyoning ziynati uchun yo'l qilib olgan bu kofirni siz har qancha ogohlantirmang, u iymon etmaydi. Bugungi oyatning ma'nosi shu. Ma kofirlarni ogohlantirmang, iymon etmaydigini bu qildagi kufri. Chunki bu o'zi yashayotgan dunyoni istaydi. Balki ma odamlar dal dinga iymon etadiganlar qarshi turgan odamlar bu. Dinga qarshi qildigan odamlar bu qildagi odamlar. Chunki ular aniq biladiki, iymon bulardan nurg'un alohidliklarni ib tashlaydi. Shuningga bularning iymon etmasligi, iymon bularga yetmadi yoki hech kim bularni Allohning zimindagi oyatlariga qaratmadi uchun emas. Lekin bularning hayoti kufr asosida qurilgan, kufr asosida tug'an. Agar bularning kufri shunday yo'qolsa, bularning normal turmushi, buni ko'zlagan turmush yo'qolib ketib qoladi. Shuningga bu kufr iymonga qarshi turadi, iymon etmaydi. Bularning masalasi iymon yetmaganlik yoki dalilning haq bo'lmaganlik, dalilga qanoat qilmaganlik masalasi emas, balki manfaat, hayot, dunyo. Bularning hayoti qurilgan shu zulm, shu kufrlikning yo'qolib ketishi bularning taxtini yoki bularning kishilarning oldidagi izzat obro'yini, huquq, manfaatni, mol dunyosini
elivetiş tehdidiga uchraganlik uchun bular shuni saqlashni imo etmaydi bular deb Alloh subhanahu va taolo kufrning bir sifatini bizga deb berdi. Undan keyin kufrga munosabatlik boshqa sifatlarni biz keyingi darsda o'qiymiz. Bugungi darsimiz shu yerda oxirlashsin. Va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.